bu maktabga o'tishimga to'g'risi ishonmagan edim. Men Ikromov Ozodbek 2008-yil 6-iyul sanasida Furqat tumani To'rg'ay qishlog'ida tavallud topganman. Maktab internatimizga kirishingiz tarixi haqida gapirib bersangiz. Birinchi bo'lib kirishimga sababchi bo'lgan inson bu onam. Hozirgi kungacha erishgan yutuqlaringiz haqida eslang. Bu yil biologiya fanidan viloyatda birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. O'tgan yili 3-chi, STEM fan olimpiadasining viloyat bosqichida esa ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan edim. Shu 2 yil davomida ona tili, matematika, biologiya fanlaridan milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdim. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani ixtisoslashtirilgan maktab internat 9-sinf o'quvchilari. Men Yoquba Marhamatxon va sherigim Karimov Umarxon podkastimizning birinchi sonini boshlaymiz. loyiha doirasida maktab internatimizning ustozlari va eng bilimdon o'quvchilari bilan suhbatlarni taqdim etamiz. Ilk sonimizning mehmoni 11-sinf o'quvchisi Ikromov Ozodbek aka. Assalomu alaykum, podkastimizga xush kelibsiz. Rahmat. Demak, Ozodbek aka, kuzatuvchilarimizga o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Men Ikromov Ozodbek 2008-yil 6-iyul sanasida Furqat tumani To'rg'ay qishlog'ida tavallud topganman. Onam o'qituvchilar, otam esa quruvchi. O'zingiz haqingizda eshitdik. Endi maktab internatimizga kirishingiz tarixi haqida gapirib bersangiz. Bu yerga birinchi bo'lib kirishimga sababchi bo'lgan inson bu onam. Ular bu maktabga qabul boshlangan paytida meni shu maktabga yo'naltirib, shu maktabga kirishimni taklifini berishgan va bu maktabga imtihon topshirganmiz. To'g'risini aytsam, bu maktabga o'tishimga to'g'risi ishonmagan edim, chunki ilmim juda u darajada yuqori emas edi. Lekin imtihon natijalari chiqqanidan keyin birinchi o'rindaligimni ko'rib juda ham xursand bo'lganman va hayratlanganman. Bilamizki, siz maktab internatimizdagi eng a'lochi, eng nufuzli o'quvchilardan birisiz. Hozirgi kungacha erishgan yutuqlaringiz haqida eslang. Demak, bu yil biologiya fanidan viloyatda birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. O'tgan yili asosiy fan olimpiadasining viloyat bosqichida 3-chi, STEM fan olimpiadasining viloyat bosqichida esa ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan edim. Shu bilan bir qatorda shu 2 yil davomida ona tili, matematika, biologiya fanlaridan milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdim. Maktab internatimiz o'quvchilari juda ham sizga xos qilishadi. O'sha olgan sertifikatlaringizni darajalarini ham ta'kidlab o'tsangiz. Biologiya fanidan A darajada, kimyo fanidan B+ va ona tilida ham B+ darajada sertifikatlar qo'lga kiritdim. Ushbu sohada sizga yordam bergan ustozlarimiz haqida ham tanishsak. Albatta, eng ko'p men uchun jon kuydirgan ustoz bu Mamadali va Matluxon ustoz bo'lishadi. Ular biologiya fani bo'yicha menga dars berishgan va bu sertifikatni olishimga ular sabab chiqdi. Kimyo fanidan Maftunaxon ustoz va ona tili fanidan Ziyodaxon ustozlar menga bu fanlardan sertifikatlar olishimga juda katta yordam berishgan. Ustozlarimizga kattakon rahmat. Hozirgi paytda qaysi fanlarni o'qiyapsiz? Hozirgi paytda tarix fanini o'qiyapman. Juda yaxshi. Ozodbek aka o'zi doim sizni maktab hududida ko'rsak, doim bironta kitobni o'qib, bironta yozuvchi haqida ma'lumot qidirayotgan bo'lasiz. O'zi sizni yaxshi ko'rgan yozuvchingiz yoki asaringiz haqida ham eshitsak. To'g'risini aytsam, aynan bir yozuvchini aytish qiyin, chunki barcha yozuvchilar o'ziga xos va ularning asarlari ham juda ham zo'r. Lekin menga eng ko'p yoqadigan asar bu O'tkir Hoshimovning Tushda kechgan umrlar romani. Maktab internatimizda sizga eng yoqadigan ananas. Eng yoqadigan ananasi bu ustozlarning bitiruvchilariga o'sha 25-may kuni aytadigan parodiya she'rlari yoqadi. Bu juda ham qiziq bo'ladi. Sizni maktab internatidagi eng yaqin o'rtog'ingiz, do'stingiz. Umuman olganda barcha bolalar bilan bir xil masofadaman va ular bilan juda yaxshi munosabatdaman. Aynan bir do'stim bor deb ayta olmayman. Hammalari men uchun demak, qanaqadir sirsatlab qiladigan do'stingiz? Unaqasi yo'q. Eng yaxshi ko'rgan faningiz qaysi? Biologiya. Siz borishni hammamiz yoshligimizda reja qilamiz, bironta davlatga borib, uni tabiati yoki turizmi yoki tarixi
Misol uchun Fransiyaga borishni xohlaymiz. Eyfelni ko'rgan. Sizni ham bironta kelajakda borishni xohlaydigan mamlakatingiz? Albatta, menga eng yoqadigan davlat bu Angliya. Chunki Angliyada qadimiy universitetlar mavjud. Ularning binolarining shunday ko'rinishi ham odamni o'ziga jalb qiladi. Menga bu juda ham yoqadi. Shu qatorda Oksfordda o'qishni xohlardim agar. Shu sababli ham Angliya menga ko'proq yoqadi. Bundan oldingi savolimizda biologiya fanini yaxshi ko'rishingizni ta'kidlab o'tdingiz. Biologiyaga qiziqmasingizdan oldin qaysi fanga qiziqardingiz? Umuman olganda texnologiya fanlariga haligacha qiziqaman. Biologiyadan oldin ham bo'lgan bu, hozir ham yo'qolmagan. Biologiya sohasini tanlashingizga nima sabab bo'lgan? Asosan birinchi ustozimni yo'naltirganlari va o'zimni qiziqishim bo'lgan. O'sha birinchi ustozim Ma'sumaxon ustoz bo'lishgan. Ular meni shu biologiya faniga yo'naltirishgan hamda o'sha o'zi tabiat haqidagi fan bo'lganligi sababli atrofdagi narsalarni qandayligini o'rganish men uchun qandaydir qiziq bo'lgan. Shu sababli biologiya fanini tanlagan. Ozodbek aka, siz shuncha sertifikatga erishdingiz. Mana ona tili, tarix, kimyo, biologiya, olimpiadalarda doimiy yutuqlarni yutib kelyapsiz. Hozir maktab internatimizda yosh 5-sinfdan 8-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar uchun qaysi fanga ko'proq e'tibor qaratishini, kelajagi bor soha deb maslahat bera olasiz? Albatta o'zimizdan kelib chiqib shifokorlik kasbini beramiz. Keling endi maktab ijtimoiy hayotidagi faoliyatingiz haqida gaplashib o'tsak. Maktabdagi qanaqa klublarga a'zosiz? Yosh akademiklar klubi hamda Zakovat klublariga a'zoman. Bu klublarga qatnashish orqali qanday natijalarga erishgansiz? Yosh akademiklar klubiga qatnashish orqali men o'zimni shaxsiy loyihalarimni ishlab chiqqanman va ularni ommaga tadbiq etganman. Zakovat klubi orqali ko'plab zakovat ligalarida g'alaba qozonib, ma'lum darajada pul mukofotlari va sertifikatlarga ega bo'lganman. Yosh akademiklar klubi doirasida loyihalarni bordingiz. Shu loyihalaringiz bilan tanishsak. Meni shu birinchi loyiham bu yo'llarda shamol generatorlarini o'rnatish orqali mashinalar hosil qiladigan havo oqimidan elektr energiyasini ishlab chiqarishga asoslangan. Ya'ni O'zbekistonda mavjud bo'lgan energetik muammolarni hal qilishga qaratilgan loyiha bo'lgan. Qiziqarli suhbat uchun rahmat. Maktab internati keyingi hayoti va o'quvchilariga tilaklaringiz. Barcha o'quvchilarga o'qishlarida va hayotlarida omad tilayman. O'zlari ko'zlagan barcha maqsadlariga erishishlariga tilakdoshman. Barchaga rahmat, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Do'p podkast. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.